farzandimni tagi doim quruq va xursand. Smart Baby. Kayfiyatingizni ko'taruvchi va mitti bolalarni dunyosini o'rganuvchi mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Agar farzandlaringiz sog'lom rivojlanishni istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang. Biz boshladik. Bola bo'lish osonmi, qiyinmi? Qiyin. Qiyin, juda qiyin. Nimasi? Juda qiyin. Sochim qiyin. Oyoqim qiyin. Oyoq kiyim. Hamma. Ya. Oson, men uchun oson. Mevali oson. Mevali oson. Men uchun oson. Bola bo'lish mazza emas. Nega? Qo'l etmaydi. Muzda luqillatib kattalar. Luq qilib muzda ichadi. Mana oyim luqillatib muzda ichadilar. Mumkin emas u muzda ichish loqillatib. Tomog'i og'rib qolsa choyingizni. Tomog'i og'riydi. Bola bo'lish osonmi, qiyinmi? Oson. Nimasi oson? O'zi osonda qiyin. Nimaga? Nimasi qiyin? O'zi qiyin-da. Nimasi qiyin? Maza konfet yeysiz, maza uxlaysiz. Shunaqa emas, shunaqa o'zi. Qiyin emas-ku. Qiyin? Yo'q. Oson. Qiyin. Nega? Oyim o'shadi. Oyingiz urishganini eshitib yurish kerak-a? Iforaxon, yig'lagingiz kelib qolsa nima qilasiz? Yig'laymi? Ayamam shunaqa qiladi. Ayingiz ham shunaqa qiladimi? Yig'laymi? Dada, deysiz. Oxirgi marta nimaga yig'ladingiz? Oxirgi marta yig'lamadim. Yig'ladingiz-ku? Yig'lamadim. O'tgan hafta yig'labsiz-ku? Shuni aytdim-da. Nimaga yig'ladingiz? O'zi yig'ladim keldi-da. Yig'lagingiz keldi? Eng ko'p kim yig'laydi uchalanglardan? Men Zaynab baqir yig'laydi. Nega? Biza kimlarsam yo'q. Ustavnam yomon qizg'anchi. Yomon baqiradi, bu yomon baqiradi. Yo'q-a? Baqirasizmi? Nima deb baqirasiz? Hamma qulog'ini teshib senga. Iye, hamma qulog'ini teshmang. Qanaqa baqirasiz? Qani ko'rsatib beringchi. Men qulog'ini tesham. Yaxshisi oyim urishadi. Nima deb urishadilar oyingiz? Yerga tushsam urishadilar. Yerga tushib olsangiz urishadilar? Yerga nima qilsangiz? Chizaman-u. Chizasiz? Ha, yerga. Chizsam oyim urishadilar. Ha, yerga chizganingizda oyingiz urishadilar. Xo'p, yig'lagingiz kelib qolsa nima qilasiz? Mana oyingiz urishdi, lekin yig'laysiz-ku. Nima qilasiz o'shanda? O'shandan yig'lasam oyim yana urishadilar. Nega? Shunga shunaqa qiladi oyim. Yig'lasa oyi urishadimi shunaqa? Yig'lasa urish kerak emas-ku. Urishadilar bilmasdim. Nima deb urishadilar? Yerga tushib olmadim. Yerga chizib yubormadim. Nimadan qattiq qo'rqasizlar? Ilonda. Sapala. Keyin o'rgimchidan. Oyimda, onadan qo'rqaman. Nimaga? Men ham onadan qo'rqaman. Oilam. Sapala. Javnaqa oyim urmaydilar-yu. Sherdan. Sherdan? Ilondan. Zooparkdan, hayvonot bog'idan sher qochib ketsa nima bo'ladi? Qochib ketgan bilmaysizmi? Qochib ketganmi? Ha, videoda ko'rmaganmi? Yo'q. Ko'rganmi? Qochib ketganmi hayvonot bog'idan? Ha? Keyin nima qilishgan? O'lgan keyin sher. Nega? Bilmayman. Men Rustakam bo'lmagan uyimizda. Hayvonot bog'ida Rustakam qochib ketmagan Toshkentda. Ha. Men YouTube'da ko'rganman. Ha, u boshqa joyda qochib ketgan, Toshkentda emas, a? Yo'q. Nimadan qattiq qo'rqasizlar? Ayollar? Yo'q. Shayton. Timsohdan. Timsohdan. Stop. Burda.
Nega? Bo'lmayman, chunki tishlamoqchi bo'ladi. Ichadigan, chakadiganlardan shunaqadan qo'rqaman. Nimaga o'zi kattalar ichadi, chakadi? Bilmadim, sassiq kelaveradi. Kim mashina yursa, sassiq kelaveradi, changitadi. Ayam changitmaylar deydi. Ayam supursa hammasini bizni domimizda bitta ayolchi har doim idish tashiydi, bolalarning boshiga tushib ketsa deb baqiradi ayam. Bitta ayol otadi, anaqalarni, tarelkalarni, piyolalarni otadi. Singanda ularni tepaga tashlab yuborganda, kecha bolaga tiyib keting dedi, ikkita bolaga yurayotganiga tashlab yubordi. Nega unaqa qiladi u xotin? Bilmadim, yomon bo'lib ketgan. Eri ichib keladi-da. Shunga ayamga ham baqiruvdi. Iya. Siz ayizga nima baqiradi uni eri ichib kelsa? Bilmadim, ayam ayblaydi-da. Ayizni nima aybi bor? Bilmadim. Anaqa baqiradi, shuning uchun ayam shuni urishadi, baqiradi. Tashlama bolaga tiyib kelsa bosh poshiga deydi. To'ppa-to'g'ri boshiga tegib ketsa-chi bolalar, nima bo'ladi keyin? Keyin qamab qo'yishadi, keyin chiqmaydi uni. Kechirsa kechirmaydi. To'ppa-to'g'ri kallasi ishlamas ekan-da u xotinni. Kallanglar ishlatinglar. Ishlatganmiz o'zi. Bitta ayam tashlamaydi ko'chaga hech bala. To'ppa-to'g'ri ayiz aqlli-da chunki. U xotin aqlli emas. U aqlli emas u xotin. G'alatirog'i? G'alati. Rosa g'alati. Oilani jahllari chiqsa nima deb baqiradilar? Menga baqirmaydilar. Просто aytganimni hamma yapsan deydilar. Urush beradi, keyin xafa bo'ladi. Nima deb urush beradilar? Ro'zi bukuradi. Men qo'rqib ketganimdan onam oldiga borib quchoqladim. Qatim quchoqladim. Qachon jim bo'lsalar, men ma'lum quchoqlagan. Siz oiz nima deb urush beradilar? Buni oyisiz hayot turishmagan. Voy, hayot turishmagan. O'g'il bola o'rtoq bo'lgan yaxshimi, qiz bola bo'lgan yaxshimi? Qiz bola. Nega? O'zi. Qiz bola o'rtoq bilan qiz bola o'rtoq o'ynaydi-da. O'g'il bola. Nega? Uni velosiped bo'ladi. Xohlagan odam uchishi mumkin. Qiz bola. Nega? O'zi. Qiz bola. Nega? Qiz bola chunki o'g'il bola bilan o'ynaydi. O'g'il bola o'rtoq yaxshimi, qiz bola o'rtoq yaxshimi? O'g'il bola. Nega? O'g'il bola o'rtoq yaxshi bizga. Nega? Menga o'rtoq yaxshi. Chilar qizlar. Qiz bola o'rtoq yaxshi. Nega? Chunki u bizni yosh ko'rgan o'rtog'imiz bo'ladi. Men ham bog'chada kunim har doim meni o'rtog'im meni quchoqlab ketadi. Tasavvur qilinglar, ko'chada o'ynab o'tiribsizlar-da. Kopda o'ynayapsizlar. Koptoni mashina bosib ketadi. Yo'q. Omina koptoni oldi-da. Bitta tepuvdi-da. Qo'shnining oynasini sindirib yubordi. Qo'shni yugurib chiqdi-da, "Kim sindirdi? Oynammi?" desa Omina ikkalaligiga bundoq ko'rsatib yubordi. Nima qilasizlar? Ikkalamiz ham qavmlar bilan o'ynaymiz. Omina ko'rsatib yubordi, bundoq ikkalaligiga. Nima qilasizlar? O'zi deyman. Siz menga qilasiz. Mana bizga bu qildi deymiz. Ishonmasa-chi? Ishonmasa, o'shanga ismini yozib qo'ygan bo'lsa, men Ominani ismi bu. Yoki videoga o'zimizdan olib turganimizda shuni bosamizda shuni olib turganimizni ko'rsatib turamiz. Kim sindirdi desa nima qilasiz? Asilbek deyman. Ishonmasa-chi? Ishonmasa ko'tiga bitta tepaman, uchadi keyin. Mama deyman. Ishonmasa-chi? Sochidi deyman. Ishonmasa-chi? Kimdir deyman, tiydi deyman. Ukam tiydi deyman. O biza qilmadik, u qildi. Ishonmasa nima qilamiz? Nima qilasiz? Nima qilamiz? Anu qilamiz. Biz qilmadik deymiz. Ishonmasa-chi? Ishonmaydi. Ishonmaydi, keyin nima qilasizlar? Bironta qo'shnimizga tegsa, bizga ishonadi, unga ishonmaydi. Shunaqa. Qayergadir mehmonga borish yaxshimi yoki uyda o'tirish yaxshimi? Mehmonga borish. Ha, mehmonga borish. Mehmonga uyda uy. Chunki xotinlar ko'p gaplashadi. Men ham xotinlar ko'p gaplashadi. Erkaklar gapirmasa ham bo'ladi. Uyda o'tirish yaxshi. Nega? Televizor ko'rib o'tirasan, xabar ko'raman. Xohlagan narsani ko'raman uyda. Mehmonga borsangiz. Kimnikiga mehmonga borish yaxshi ko'rasiz? Dinno
narsa qarang. Nega? Hamma narsa qarang, chunki o'zi choy. Choy. Nima u choy? Choy-da o'zi choy. Choy? Choy emas, o'zi choy. Chiroyli. Ha, chiroyli. Chiroyli-da. Ha, uyda o'tirish yaxshi. Uyda o'tirish emas, Ha. bog'chada o'tirish. Bog'chada o'tirish. Yaxshi, bog'chada urishadi-ku, chunki plashada uxlaydi. Biz uyimizda hech kim uxlamaydi, hech kim uxlamaydi. Kechda uxlaydi. Yomon bosh yaxshi. Uyga o'tirish. Nega? Uyga o'tirishmas. Yig'mas. Kimnikiga mehmonga borishni yaxshi ko'rasizlar? Men xachas qo'yaman. Har kunam xachalaniga boradi. Sizcha? Men Xadicha, Sizcha? tog'amniki. Ha? Tog'amniki. Tog'ingiznikiga. Mehmonda sizlarga nima qilish mumkin emas? Hamma narsani yeb tashlash. Hamma narsani jim o'tirish kerak emas, gap sotish kerak ko'proq. Nimaga? Mehmondami? Kim biladi? Manda. Ayniqsa xotinlar erkaklar bilan. San uymas. Erkaklar kechqurun chiqib ketadi, keyin o'tolar bilan vo'asa gaplashib o'tiradi. Oilani uyaltirish mumkin emas. Hamma narsani qop qilish mumkin emas. Ana o'ynash mumkin emas. Konfet. Bolani urish mumkin emas. Yo'q, narsaga tegish kerak emas. Keyin pitilirish mumkin emas. Pul so'rash kerak emas. Qarang, biz uyimizda kelganda Soliha pul so'raydi. Ikkinchidan, Soliha 2000 pul bering deydi. O'zingcha san. Keyin Menga ayam kelganda ayam dadam pul berganda Sabina ham pul so'raydi. Yo'q dedi. keyin anam kelganda ham pul so'raydi. 2000 pul bering deb yig'laydi. Yaxshi. Bo'pti, o'ynaymizmi? Kim birinchi? Men qotaman. Zon ziki. Stakanga koptok tushiring. Hozir stakan beraman. Tushiring. O'xshamadi? Ikkinchisi? O'xshamadi? O'xshamadi. Mana bittasi menga. Stekan. Stakanimiz bor. Koptogimiz bor. Men. Tushiring. Yana bitta. Ketcham. Mani qo'lim tegdi. Mana. Tushirolmadi. Oling. Mana hazillashmoqmi? Hazillashmayman. Pechini berdim sizga. Yaxshi? Ayolda shokolat bor. Shokoladni o'ziga o'xshagan. Shiringina. Oting. Tushmadi? Yana bitta. Tushmadi? Tushirolmadingiz. Oling. Nima bu? Nima ekan bu? Yaxshi narsa ekan? Mana shu stakanni ichiga tushirishingiz kerak. O'xshamadi. Oling bittasini. Yo'q. Nima edi? Yo'q. Mana sizga koptok. Mana stakan. Tushiring. Tushirolmadingiz va mana bu sizga oling. Shu koptok stakanga tushirib berishingiz kerak. Oting. Yana bitta. Tushmadi. Yutqazdingiz. Oling bitta. Maktabdan oldin farzandingiz aqlan va jismonan yaxshi rivojlanishini istasangiz, unda Genni vitaminini tanlang. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz farzandingizni mittilar ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, unda quyidagi raqam yoki internet tarmoqlari orqali murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling.